Assalomu alaykum, mani YouTube sahifam obunachilari. Bugun sizlar bilan aynan inson tanasidagi bosh og'riq va uning sabablari, psixosomatikasi, kelib chiqish sababi va shifo topish haqida gaplashamiz. Keling, birinchi bosh og'rig'ini sizni qay tarzda bezovta qilishini tushunib olsak. Inson kun davomida jismoniy mashqlar, ruhiy charchoqlar, stress natijasida boshi og'riydi. Har qalay shunaqa deb o'ylaymiz. Lekin bosh og'rig'i bu faqatgina jismoniy charchoq yoki stresslar natijasi emas, balkim qalbingiz va ongingiz bir-biri bilan uyg'unlashmagan holatda ham sizda surunkali bosh og'rig'i kuzatiladi. Agar sizning boshingiz vaqti bilan og'risa, bu tabiiy holat. Ya'ni bu charchoq yoki stressning stress sababidan kelib chiqqan bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Lekin bu har kun davomli va tez boshingizda og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, bilingki, bu psixosomatika, ya'ni sizni fikrlaringiz, aqlingiz bilan to'g'ri kelmayotganligini belgisi hisoblanadi. Normal holatda insonning boshi og'rish davomiyligi 24 soatdan 72 soatgacha davom etadi. Agar norma bundan oshib ketadigan bo'lsa, siz albatta shifokor ko'rigiga borishingiz tavsiya qilinadi. Endi mani bekajonlarim orasida bosh og'rig'idan shikoyat qiladigan xonimlarim. Aynan sizni davomli tarzda boshingiz og'riyotganligi, sen meni eshitmayapsan va shuning bilan birgalikda o'zini keraksiz his qilish, maqsadlari amalga oshmayotganligi va o'zi qaror qilayotgan fikrlar, qabul qilayotgan fikrlari uning e'tiqodiga to'g'ri kelmayotganligi, ya'ni o'zidan ko'ngli to'lmayotganligi, qilayotgan ishini noto'g'ri deb bilayotganligi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Boshning og'rig'i qolishi uchun sizlarga men ajoyib hozir texnika beraman. Buni videoni oxirigacha ko'rasiz. Texnikani olish uchun hoziroq like tugmachasini bosib, izohlarda albatta men so'zini yozib qoldiring. Ana o'shanda men sizga bu texnikani yaxshiroq tushuntirib bera olaman. Boshingiz og'riyotgan bo'lsa, ko'zlaringizni yumasiz. Bor yo'g'i 5 marotaba yengil nafas olib, nafas chiqarasiz va boshingizdagi og'riq markazidan xayolan bir yo'l chiqarasiz. Xayolan boshingizdagi og'riq markazidan bir yo'l chiqarasiz. Bu yo'l to'g'ri kelib qalbingiz markaziga ulanishi kerak. Qalbingiz ikki ko'ksimiz o'rtasida joylashgan va ana shu yo'lni xohlang, mana shu tarzda quruq ko'rinishda tasavvur qiling. Xohlang, uni mana bunday sakkizsimon ko'rinishda tasavvur qiling. U, ya'ni ong bilan qalb bog'lanishi kerak. Chunki bosh og'rig'ining psixosomatikasi qalbdagi fikrlar va ongda, qalbdagi qarashlar va ongdagi fikrlar, qalbdagi e'tiqodlar va ongdagi bloklar bir-biriga zid bo'lganda surunkali bosh og'rig'i kelib chiqadi. Buni kundalik bosh og'rig'ida sinasangiz ham sizni uzoq vaqtga bosh og'rig'i tark etadi. Agarda yana sizni bezovta qiladigan bo'lsa, xuddi shu texnikani bajarasiz. Diqqat qiling, texnikani qayta tushuntiraman. Boshingiz markazidan yo'l chiqarasiz to'g'ri qalbingizga va qalbingizdan chiqqan yo'l yana qayta boshingiz markaziga keladi. Xuddi shu jarayonni, yo'llar tekis va silliq ekanligini, jarayonni oson va xuddi multfilm ko'rgandek, tasavvur qilgandek, kitob o'qigandek, xayol surgandek, tush ko'rgandek, oynada tasavvur qilgandek tasavvur qilishingiz kerak. Agar tasavvur qila olmasangiz, buni chizishingiz ham mumkin. Ishonavering, hozirga qadar yuzlab o'quvchilarimning aynan boshlaridagi sog'lomsizlik, davomli surunkali og'riqqa ushbu texnika yechim berib kelmoqda va endi navbat sizga. Yana takrorlayman, agar texnika sizga yoqgan bo'lsa, albatta like tugmachasini qo'yib, buni judayam bosh og'rig'idan shikoyat qiladigan yaqinlaringizga jo'natib qo'yishingizni tavsiya qilaman bu videoni. Aytgancha, bosh og'rig'ini yana bitta muhim oltin sababi bor. Tanadagi kasalliklarning oltin sababi bor, ya'ni oltin sababi bu bizning ichki ruhiy holatimiz bilan bog'liq. Ana shu sababni men o'zimni YouTube sahifamga joylash maqsadidaman, lekin allaqachon uni Telegramga berib qo'yganman. Telegramdagi uni eshitishni boshlagan. Agar siz hali men Telegram sahifamda bor bo'lmasangiz, aynan YouTube sahifamni shapkasi orqali meni Telegram sahifamga o'ting. Chunki biz u yerda judayam ko'p jonli darslar va kasalliklarning psixosomatikasini o'rganamiz. Bugungi kunda shifokorlar ham, hattoki siz
psixolog bilan davolanishingiz kerak, sizni ruhiyatingiz bilan bog'liq degan so'zlarni ochiqchasiga o'z mijozlariga ta'kidlashyapti. Barchangizni aynan sahifamda ham